21-aprel 2025-yil Jizzax Sinoturk Tigach Turitskiy MK Tanar Pritsep Gidromash komplek gidravlikasi ustanovka jarayoni boshlandi. Xudo xolasa mana Xitoy razvedka Xitoy insha 90 talik inshasi qo'yilmagan ustanovkani qilamiz. Ustanovka jarayoni bo'lyapti. Mana insha qo'yamiz. Xudo xolasa ishlanglarni tortib ishlatib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Telefon qilib zakaz qilishlaringiz mumkin. Qiladigan ishimiz joystick havo sistemasini tortamiz. Buni ham ustanovka jarayoni boshlangan. Hozir ishni tugatib, istaniya jarayonini ham tashlab beramiz.